أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد bugünkü ders الدعابة oyuncakçak mazak külke degandek كثيرا ما يتداعب الأصدقاء dost birodarlar og'inlar o'zaro o'yinchoqchaqlashidir ko'pincha ahvolda shunda ويتبادلون الفكاهات fukahat yammo bummo qiziqchilik yumor deganlar qiziqchilik yumorlarni o'zaro almashtirishib bir-biriga aytishadi tarhan lil kulfa kulfa degan o'tirdiki bir parda masalan padishah o'tirsa padishah masalan hech qanday chaqchaqlasholmaydigan udul muomala qilgan bunda bir ish qilib qolsa buni asla bir tushundirib o'zaro ichilib rohat bir paranglashib chaqchaqlashib bunda qilish uchun takallufni ko'tarib uchun chaqchaqlashadi vasiqatan bil ulfa o'tirdiki unsu ulfat bu bir-biriga kunash chiqishib yashash masalan bu shu jihatdan bir-biriga azoda muomala qiladigan bo'lish uchun ham qarshi tarafni o'zilar unda kungan bir og'inisi deb ishonch qilib chaqchaqlashadi va tarvihan anin nafs yani o'zini va ko'nglini dam oldirish uchun zerikib qoladi yo jiddiy ishlab charchab qilgan chog'da ancha bir qiziqchilik bilan o'zini orom oldirishni xohlaydi va majlabatan surur xushallik qilib kelish uchun shunday qildi va izharan lil qudrati ala tanaddur fi ghayri ma harajin va la salbin salb degan ayiblash yoki eventish degan bo'ldi shu masalib degan ayiblanadigan ishlar degan manaqib desak maqtanadigan ishlar masalib degan ayiblanadigan ishlar haraj degan siqilib qolmay gunoh his qilmay degan min g'ayri ma haraj degan gunoh his qilmay siqilib qolmay yana bir kim ayiblaydi debmi unda his qilmay qiziqarliq g'alita gapni qilishib harajlar qolmay siqilib qolmay qiziq gaplarni qila oladiganligini izhor qilish uchun shunda o'yinchoqchaqlashadi tanaddur degan qiziqarliq paranglish nadir degan kam uchraydigan qis uchraydigan voqelik falon munda bo'lib ekan deb anglab boqmagan gaplarni qilib paranglashimizga shu tanaddur shunday ishlarni paranglish ekan وهم حينما يتفاكهون يتخيرون بعض جوانب الضعف في أصدقائهم ular o'zaro shunda yumurliq parangni selishgan chog'larda do'st birodarlardagi ba'zi ojizlik nuqtalarini tanlab qilishidi deydi masalan ba'zilar kam so'z bo'lishi shunami ba'zilar misol bexil bo'lishi mumkin ba'zilarni qanday huy bo'lishi mumkin shuni hamda mazaq qilish obyekt qilib davomli shuni qilg'aldigan bo'lib qoladi أو يتخيرون خصلة اشتهر بها الصديق ملائمة للدعابة chaqchaqqa qamlashsin uchun maskasi uchun ash og'inisi mashhur bo'lib qolgan bir aloyidlikni tanlab qiladi deydi fayzharuna minha shunda masxara qilishidi tadhiman uni yo'g'intirib ko'ptirib av qalban yoki dumkumtirib av aksan yoki ta'tirni qilib mesela Qashqarda bir jiq bunda bir og'ayniston bir nus bulab qoldi domliq shu bular o'sha gap desa shuni aylantirib kelsa mayonlarni shuni ishoratlab chaqchaq qilib o'shanda qiziqchilik qiladilar bor أو يعمدون إلى شيء يعتز الصديق بامتلاكه yoki og'aynisi qo'l ilkdogan bir narsani davomli buni bundan narsam bormisan deb bunda ko'ngli xush qilib kelgan bo'lsa shuni ham mazaq qilib qilyapti وليس في نظرهم جديرا بهذا الاعتزاز bundan ona a'tiborlab voyda ishlatishga yaramaydi deb qarab o'g'inlari uni mazaq qilishga boshlaydi فيجعلونه مادة لتندرهم شولا uni qiziqchiligining obyekt qilib oldi loyiq وإذا كان الغرض هو الدعابة عند مقصد o'yinchoqchaq qilish bo'lib qolsa فإنها تحتاج إلى مهارة في التعبير bu ifodalashda alohida ustunlik talab qilgan bir ish deydi yani chaqchaq qilganda bilan bu tongmada unda ham chaqchaq qilolmaydi gap ustunlik bilan shunda qilganda undan bu qamlashida undan uning chaqchaq nimasi chiqadi bo'lmasa qabul qilish mumkin
Bizning va'dasida shu biz diqqat qilgan taraf ash tarafdan. Gap ustunligi, mahorat, inkas qaytarishchilik tizulash, adabiy uslub tarafdan diqqat qilamiz. Lekin unda axloqiy tarafdan, diniy jihatdan olib aytsak, birisini masxara qilish, yo yo'q yo'da uning gapini qilib kulish, bu cheklangan ishlar. Bavamda og'in birodarlar yuzma-yuz turib, o'zaro chaqchaqlashgandek ishlaydi. Va tasavvuru bihaythu la tu'zi as-sadiqa og'inizga azab olmaydigan shaklda bir ishni tasavvur qilish va shunda gap ustulik bilan ifodalash. Shunga ehtiyojli ish bu. Va la taghuddu min qadrihi uning qadr qimmatini ko'z yummagan holatda, ya'ni kamsitmagan holatda. G'adda degan ko'z yumdi degan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Wa laqad yabdu fi ba'daha ma yushbihu al-ilam. Baş o'yinchoqning ba'zida ko'ngliga azob berishdak bir narsaning bo'lib qoldi deydi. Walakinnaha 'inda an-nadrat al-fahisha, lekin tekshirib qaraydigan bo'lsak, obdan qaraydigan bo'lsak, fahisha degan tekshirish uchun qarash degan bo'ladi. Tekshirib qaraydigan bo'lsak, min mizahatil asdiqa alladina la kulfata baynahum. O'ttirda padishab yo'q bo'lgan og'in birodarlarningki orasida bo'layotgan chaqchaqdan iborat. Ya'ni bir tarafdan tulmaydigan odam bo'lsa, buningga azobadi deb qo'yish mumkin. Lekin bu o'ttirda davomli shunday chaqchaqlik qilayotgan og'in bo'lgan ekan, u azob berish bo'lmaydi deb. Ko'ngil og'ritish bo'lmaydi. Ilam degan ko'ngil og'ritish. Asli og'ritish degan alamdir. Mal jurhin bimayyitin ila kharaja Abu Dulama ma'al Mahdi. Mahdini o'tganda Abu Ja'far al-Mansur Xalifa al-Abbasiyning o'g'li degan. Bu mu dadasidan keyin yana bir aylan xalifa bo'lgan ekan, bu xalifa bo'lgan. Ya'ni Abu Ja'far al-Mansurninki o'g'li Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Undan ekan Mansurning ismini bitta Abu Ja'far al-Mansurning ismi nima? Abdullah. Mansur degan nomi. Shunda davomliq nusrat berildigan g'azi degan. Abu Ja'far degan kunyati Abdullah ismi. Mahdi deganmi bizning nomatiga. Balki shu oxir zamonda chiqadigan Mahdi mushu bo'lib qolsa ekan deb yoki shunda qilish uchun shu nomni qo'yib olgan bo'lishi mumkin. Al-Mahdi degan, ha? Lekin o'zining ismi Muhammad. Bu xalifa. Abu Dulama degan mushi shoir, bu bir qiziqchi shoir ekan. Davul xalifa bilan birga yuradigan, uning ko'ngli ochilgan qiziq gapni qilib berib, qiziqchilik qilib beradigan shoir ekan. Bu Mahdi xalifa bilan birga chiqibdi va ba'di hashiyatihi fi rahlat sayd. Uning ba'zi bir odamlar bilan xalifaning ba'zi bir qo'duvchilari, yaqinlari bilan hashiya degan xizmatchilari bilan birga shikar chiqibdi. Fa'anna lahum rabyun. Anna degan nima bo'ldi? Anna ya'innu yoki ya'unnu tuz oldiga chiqib qoldi degan bo'ldi. Rabbini da bug'un deymiz. Qaza. Biz masalan ayollarni o'xshasak kiyikka o'xshandik bug'uni. Ahu degan shu zabinmi yoki g'azalmi? Ko'zini aytib chirash ustida Ahu xotan. Ahu ko'zlari deyman. Ahu ko'z ish. Shu Alisher Navoiyning g'azallarida Ahu xotan deb asli xotanlik bo'lg'achqa bu Alisher Navoiyning dadisi jiq gap qilib berishga shu xotanning go'zal qizlarini ash kiyikliga nimalarga o'xshatib unda she'r yozgan. Ahu xotan. Xotan ahulari degani shu xotan kiyiklari. Nima uchun kiyikka o'xshadi? Kiyikning ko'zi yo'g'on bo'lgan. Masalan, arablarmi yovkaliga o'xshadi shu. Yovkala. Masalan, muzayna deb aytsak, yovkala masalan, muzay. Uning ko'zi shunday yo'g'on. Ayollarda ko'z yo'g'on bo'lash bu go'zallik nomi. Muzay boshqanday yo'q. Ha? Baqara vahshiyga o'xshadi. Sen sizga kiyikka o'xshatdingmi sen? Bu bir hayvon. Ahmad Shawqiy Nahjul Burda degan she'rda Rimun alal qa'i baynal bani wal alami Rim degan shu ahu, ha? Rimun alal qa'i baynal bani wal alami ahalla safki dami fil ashhur al hurumi rama bi'aynay ju'zrin asadan ramya al qada'i bis sahm al musim rumi rama bi'aynay ju'zar yani ju'zar yaşı yavkalar ya qutaz masalan, ha? Yavkalar. Yavkalarning ikki ko'zi bilan she'r yo'lboshiga
o'q otdi deydi. Kuzundan o'xshagan. Ha, ko'zni o'xshadi, boshqa jismga o'xshadi. Shuningdek alohida o'xshadi. Shuna arabida ishga o'xshatish bor. Vafodarlikda ishda. Jabaga eshakda. Himar deb ism qo'ydigan ishlar bor arabda. Shunlar ahudin birisi ko'rindi, ha? Uchrab qoldi. Kiyik dedikmi? Shuna bir shoir dedi, billahi ya zabiyat va qa'i. O'sha nimadagi kiyiklar qulna lana bizga aytinglarchi alaylaya minkunna am layla min al-bashar. Mening mahbubim bo'lgan Layla sizlardimmi yoki insondimmi? Hech men aytmayman. G'azal, u g'azal. Bundan bu matbu bo'lishi kerak. Chunki mutanabbiylarda intafaqul anam va anta minhum fa innal miska ba'da damil ghazal. Eskiden doğru çıktı ama ki ifadekiler Bunda ifadegan o'sha g'azallar. Hali kiygilan buning qasi g'azal, qasi zabi, qasi g'azal ashkina Shunishkan bargan gap bizga bosh. Ramahul Mahdi fa asaba. Bir kiyik shunda ko'rinibdi, kelib ushrabdi. Mahdi nishonlanib otdi. Dal tekkizdan oldi. Va ramahu Ali ibn Sulayman, bu shu vazir-vuziralardan birisi, ha? Birga chiqqandi ba'zi vazir ya ulamo ya qozi xonimni olib chiqdi. Bu endiki bu kishi aytibdi, fa aqta'ahu, uni tekkizolmay va asabal kalbillati ma'hum. O itini o'zi elib chiqqan o iti qo'lab nima qildi kiyikni. O'zining elib chiqqan itiga tekkizib qo'yibdi. Fa dahikal Mahdi, ular Mahdi kulib ketdi. Va qala li Abi Dulama ash-sha'ir, sha'ir Abu Dulama debdi, "Qul fi hada alladhi ra'ayta", mush ko'rgan voqealikni bir she'r aytadi. Fa qala qad ramal Mahdi dabiyan. Mahdi bir kiyikka etibdi, shakka bis-sahmi fuada. Ash o'qilan yuragini teshibdi. Shakka degan teshibdi degan bo'ldi. Va Ali ibn Sulayman rama kalban fasada. Lekin Ali ibn Sulayman ishga etibdi, ishni o'ldi dedi. Fahni'an lahuma, ikkalanga muborak bo'lsin. Kullu imrin ya'kulu zada. Har odam o'zininki oziq-to'likni yeydi. Ali ibn Sulayman ishni yeydi deganda. Lekin bu she'rning dunyoda hozir she'rning va qafiyasining kelishiga hamma muhimi shu hamon shu she'rni o'qiyaptim. Aytman bir she'r yozib qo'yaymi, to'g'riligida. Shu chaqlam gachchilib qo'ydim. Fi hadhihi al-abyat mush baytlarda tahakkumun va du'aba. Tahakkum degan ajiylikka masxara qilish degan bo'ldi. Kamsitish, mazaq qilish va du'aba degan chaqchaq. Yana Abu Dulamata, chunki Abu Dulama sawwara al-hadithata tasviran fakihan sakhiran. Chunki Abu Dulama mush voqealikni shunda yumurliq va masxiralik tasvirlagan. İz farraqa bayna ar-ramyatayn. Chunki ikki etishni farqlandirdi. Va bayna as-saydayn, ikki o'ni farqlandirdi. Thumma ja'ala kullam min as-sa'idayni ya'kulu ma sadahu. Dar ikki o'chi o'zi o'lgan narsani yeydigan qilyapti bu. Shundan bu taqim masxirlik bo'ldi. Lekin hammadan bak alohidligi buning ma degan gapim bor. Hammadan bak alohidligi shu darhol shu chaqlan inkas qaytug'anligi bakrak hozir javob qilgan. Qala Jahza al-Barmaki, bu Jahza al-Barmakining bir shoir ekan, naqshi ekan. Bu bir qiziqarli hikoyani so'zlab nom chiqargan kishi ekan. Fi sadiqin lahu kana harisan ala sima'i ghina'i. Buning naqshisini davomli yoqtirib anglaydigan bir og'aynisga bunda debdi. Li sadiqun mughran bi qurbi va shadwi. Mening bir do'stim bor. Menga yaqin turishga, mening shu naqshlarimni anglashga bek amroq dedi. Mughran deya shuni amroq qilingan, qiziqtirilgan. Va lahu 'inda zaka wajhun safiq. Ashunda meni qishin tug'an vaqtida naqshlarimni anglagan chog'da qalin bir yuzi bor buning. Safiq degan qalin deydi. Va qawluhu in shadawtu, men shunda naqsha aytib qolsam, buni munda degan gap deydi. Ahsanta, zidni, ajib yaxshi o'qidim, ya'ni kishga o'qib, unda gapi bor edi. Unda deydi bu. Va bi ahsanta la yuba'u ad-daqiq. Bu ahsantaga un setib bo'lmaydi.
Quruq gap quloq yoqmaydi. Yoki bekorga ushkab chiqmaydi. Yoki biznasi aqlda shu o'yna, quloqning yoniga o'qpagin deb lam shu quruq bunda shilamchi deydi. Yuzi qilinmaydi. وكان أحمد بن حرب المهلبي صديقا لإسماعيل بن إبراهيم الحمدوني الشاعر الفقيه. أحمد بن حرب المهلبي bu Hamduni şair Hamduniga yakın ağini ekan. Bu şair mo aşna qiziq şair ekan. Al-faqih degan. Ve idan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ve kana al-Hamduni yubadiluhu al-wudd. Hamduni mo onunga dostan muamele qilgan, ağindachilik qilgan kishi ekan. Ve qad wahaba Ahmad al-Ismail taylasanan akhdar. Ahmad İsmail degan şairga yeşil bir yepincha ya tonni hediye qildi. Taylasan degan yengil yo'qolishi mumkin unda yetun oldigan. Yadında bu nuqlogan nasloga generallarning qilgan. Ha? Flashdan. Ha, yepincha. Flashdagi yoki shunda bir alayda bir rasmiy o'rinlarga keladigan ton. Yeşil tondan birini ya yepinchidan birini so'g'i qildi. Falam yu'jibhu. Bu ton unga yarim oldi. ونظم فيه 50 مقطوعة شعرية ذاعت بين الناس. مش تايلسان توغلق مش تون توغلق 50 قاçı şiir yazdı bu. Şiir sözü bu halkın arasında keng taqib ketgan. وجعلت الطيلسان مضرب الأمثال وفكاهة الأجيال. Aşu tunni maqal temsil qildigan bir narsa qilibdi. Ve avlatlar ara qiziqsiz obyekt qilyapti deydi. Mesela bizde muvafıqlik efendinin işi emasdi. Hozir qadar biz endi qiziqchilik ishlatamiz. Shunga o'xshash shunda bir nimga aylantiryapti deydi. Ve min zalik qawluhu ya ibn Harb. Ahmad ibn Harb demakchi. Kasawtani taylasanan. Mana bir ton kiygizib qo'ydim. Amradatul awja'u fa huwa saqim. Og'riqlar uni kesal qilib o'tgan. Şundan o aslında ağrık. Sakin degan mi, marid degan ma'noda. Va qala inni saqim. İbrahim Aleyhisselam zaman saqim. Fa iza ma labistuhu qultu. Men shunda kiyib qolsam subhanak deyman. Seni paklayman. Bundan bu Allah Taala duo qilib o'tganday. Bu shundan bir xil nima ketmadi. Subhanak tuhyil izama va hiya ramim. Yani bunun no'chiligidan bu tonning fayzligidan xuddanda Allah Taala duo qilganimizda Allah Taala tasbih etgandek mushunda buni maqtab ketmadi demoqchi. Subhanak. Yani Allah Taala duo qilsa subhanak sahil adama ve yaram. Yani qurib chirib ketgan istiqollarni sen hayotlik bilishlab qaytadan jonlantirsa degandek bu taylasam shunda kaygadan qarvosi qancha yashirib qoldigan shunda bir nimedek bunda deb ketmadi dedi mubalag'amda. Va qawluhu ibn Harb kasawtani taylasanan. Ahmad ibn Harb mana shunda bir yepinchini kaygizib qo'ydim. Malla min suhbatiz zamani va sadda. Uzun zaman hamrohlab birga o'tashdan zirkib ketgan. Yani ben pek zirkettim bu tondun maçı. Ve sadda zirkip qarg'isi kelmaydigan şekilde yüzüne ayağına bir vargandek. Höylab ketdim demoqchi. Tala tardaduhu ila rafwi. Rafw degan yamoqchilik. Mashinchi raxti yana kiyim tikishi mumkin. Lekin rafw degan masalan yetib ketgan. Mixil olgan, aslında buni da yomon qilgan yamoqchilik varmış. Mesela bu raf yoki rafa ahziyami deb mavzusini. Mushraf degan so'zni sirli ishlatadi. Yamoqchining qishig'a uzun muddat berib kelgan deydi. Ko'p qatim berib. Uzun muddat kiyilgandan keyin bishiri yetilsa yana yamoqqa. Yani bishirni dinasida vasini yamoqqa. Shu yamoqchining qishig'a to'l berib keldi demoqchi. Hatta law ba'athnahu wahda hatta uni yalnız ilatib qo'ysakmi la tahadda yo'lni deb baralardan olib ketdi. Va marra yawman ibn Harb yana bir kuni Ahmad ibn Harbning endi o'tib qopti. Va jalisun ala babi dari uyning oldida o'tirib ekan. Va ala katfil Hamduni wisadatun. Bu Hamdunining shoirning mo'risida bir yostiq bor ekanda. Yostiqni mo'ris qo'yibdi. Faqala lahu ibn Harb
لأي شيء هذه يا حمدوني وحمدوني كن نمي كترالدن ويسقنايسي قال ارفع بها طيلسانك سلباگان مش تنne مشونن ködürep durma dedi. فقال ابن حرب ما تزال تهجونا نظما ونثرا senin şiirdilan bizne ecvi meskhara kılıp kalmay nesirdi mi söktültürüpse yani bu talisanın bir tüven nasipte bu yasıklı koya şarkılık şununda yüz köterip durma demek ki وقد حاك الحمدوني في تندره بطيلسانه كثير من الشعراء كين كاغن نurgulgan şairler aşı Hamduni'nin aşı ton hakkında diyen kızgarlık ecvi şiirlerini doğrap şiir okup bakıldılar dedi. قال عبد الرحيم الهلالي عبد الرحيم الهلالي depti Taylasanun kana rasman bu ton şunda bir ton ki kana rasman degan rasm degan yo'lliq bo'lishi mumkin baqsam yoki shunda chiroyli suratlik bo'lishi mumkin ثم قد أصبح وهما keyin ondan bunda mavhum yoki adam xiyol qilgan avval jismi yo'q bir narsaga aylandi deydi keyin bu taylasan yo'q-ku taylasan bo'lmasa bu taylasanning gapini qilyapti degan mavhum bir taylasan la tarahu al-aynu ko'zini ko'rmaydi illa ba'da an tahja hulman faqat lam uxlab tush ko'rsa tushni ko'radi lekin ko'zda ko'rmaydi tahja degan tanam tat'abul muqlatu muqla degan ko'zni deydi tat'abudan ko'z erib ketadi charchab ketadi kay tudrika minhu atharamma uning ma'lum bir iznasini ko'rayda ko'z charchab ketadi ko'rolmay ya'ni u ko'z bilan ko'rgani bo'lmaydigan narsa yo'q hozir demak mushunda shu burunqa bir shoirning taylasan to'g'riliq she'rini o'qib ketganligidan keyin ondan hammadan shunda shuning gapini qilgan bo'lib ketdim. ومن الشعر الفكاهي قول البهاء زهير في بغلة صديق له yani qiziqarliq she'rlardan yumorliq she'rlardan Al-Baha Zuhayrninki bir ag'inisining qechiri haqida degan shu she'r bor ekan. Laka ya sadiqi baglatun ey ag'inam sening bir qichiring bor. Laysat tusawi khardala bir tal qichi daniskimi qankamaydigan bir qichir bu. Faqat qadr qimmati yo'q. Khardala qichi danisi. Qur'on Karimning bog'i min khardalin atayna biha. قال حبة من خردل تمضي فتحسبها العيون على الطريق مشكلة nima uchun sizlar aldiki beytning oxiri qafiyasi qaranglar xardala dedi unda osti qarasangiz zalzala mustajala dedi undanki yo'q tashlik yo'q undan keyin nima o'xshash chiqish kerak mushkala bu o'tib ketsa yamansa buni ko'rgan ko'zlar yo'lda buni ishkal qo'yganlik ko'rdi buni dedi. Bu asli menvatdan. Menvatsimanda tas mangalligidan bu xuddi putiga ishkal qo'ygandek ko'rdi xatlar. Ishkal bo'limizga ishkaldan ismafol chiqarib baxsanglar mushkil. Shikal. Ya'ni ishkallangan. Kishan ishkal degan narsa bor. Qo'lni bog'lab kishan. Zanjirdan bog'lab nima qilsa kishan ishkal deydi. İşkellengen. Yani şu bağlılık da o'ylab qoladi dedi. Yani Muhammad ko'rayotgandek. Muhammad bunda sizning ketayotgandek ko'rdi. Yani siz Muhammadni ko'rdingiz demakchi. Yoki mushkala degan yana bir ma'nosi bor bunun. Shikal degan charpaylarninki oldi putidan birisi bilan oq putidagi birisininki rangi o'xshash bo'lish. Masalan, oldi bir puti oq, keyin bir puti oq bo'lsa yani ikki puti boshqaranda bo'lsa bu shikal deymiz. Nimaninki eshak bormi? Masalan, eshak, ot, qanchir, otni bo'ldi ko'pincha. Otni bo'ldi. Yani sizni tortib rangi boshqacha bo'lgan. Lekin to'rtilisan davosi bo'lmaydi. Faqat oldi puti bir xil, keyindagi oq puti bir xil bo'lsa, ikki puti bir rangda, ikki puti boshqa rang bo'lsa shikal. Bu shikal. Balki endi shunda o'ylab qoldi degan bo'lishi mumkin. She'rning muqayyadini biz. Muqayyada degan shu ishkallangan.
Bu yerden de hecvi mühendisken aşkori kıldı. Tutamanda diyen o maktuldan dersin. Yarışımlık söylüyor. Kaşka akı okşaş yarışımlık dersin. Ben Muhammed Ağa'nda gördüm de var demek. Ve tukhalu mudbiratan İzâ mâ akbalat musta'cele. Biz tarafke aldırıp kılavatkan bolsa bu bunu kitavatkandak xiyal kılınıp kaldı dedi. Yani bu gerçek kilenmeydi. Şunda siz kilovatkandak kıldık yıkılaşmadan iken kitavatan diye adam öyle kaldığından beri. Ve tehtezzu ve hiye mekânuha caydicim durup lınşıp gidiyor, midrap gidiyor. Fekeennema hiye zelzele. Xuddi o yer tevrip gitgandek dağındı. Yok, eşbehtaha bel eşbeh. Eşbehtaha, sen onu okşap kaldın. Ya, o sana okşap kaldı. Keenne beynekuma asılan. Xuddi işkanı oturdu bir münasebet, rişte. Tıkkançılık bağlı gidek. Siz bir-birinliğe okşap kaldın var. Sen onu okşap kaldın, ya, o sana okşap kaldı. Kasının okşap kalışımı ayrılamaydıgan, çıktığını birbirine bekleyetin. Ortada böyle tıkkançılık münasebeti bağlı. Tahki sıfatike fis sefaleti. Keçiren senin sıfatlarını aynen doğraydı. Fis sefale. Kanday sıfatlarını düşün? Peslikte. Vel mehane harlıkta. Vel bele. Dövüşükte. Vel bele. Hardale. Müşkele. Müstacele. Zelzele. Sıle. Bele. Dövlük. Mehane harlık. Sefale. Peslik. Esfal demiz o. Sefale diyen peslik. Dövlük. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ın fazla merhametullah. Elhamdülillah. Bugün mutalanın bir üçüncü kısmı tüyüyor. Birinci kısımlar bir yerinci burun başlar.